Bu resim benim bu şirketimlik baş minister saylamlam zatı yüzün silmatqa adamlar. Bunun silmat taşı vangdo tinugin çekinden mende bayanat elan qıptı. Taşı Topkal bayatın ma 10 tarafdaki mallik başlaş kirdi degan. Bu şu Hindistan'dan Tibet kızlarını terbiyelep sesralık boyunca Kanada, Avustralya'ya mağdugan şu mağrib bir türünün yürgüzgüçken özünün bir import eksport şirketi varken. Hem de umumyüzlük etken vaqtda manda bahalsak buldu mandat koydum. Bir taraftan ma üstüdekiler Dalai Lama'nın adamları vekillik kıldı. Dalai Lama'nın etrafındakilerge ve Dalansaray hükümetinin adamları vekillik kıldı. Ma astıdakiler başka güçlerge vekillik kıldı, halk vekillik kılgan bu güçlerge simvolü dendi. Ama o bunun içine hazır ma dini rehber olgan ma Yoshi Ponchok degan adam bilan ma Donchong degani bu ikkisi septin qilib qoldi. Hozir asosig'i ma Giyari Dolma bilan Lopsan yonidagi mush ikkisi qilib qoldi hozir. O'ng taraf, üst taraf ishkilarni saylam raqobini tanlashyapti. Bu ishlarni saylam raqobidagi farq nuqtasidan ma ayol deydi Dalai Lama'ning rolini texnik muayyanlashtirish kerak hukumatda. Dalai Lama bo'lmasa bizning bundan keyingi ishlarimizda yaxshi tanlashtirish kerak. Men bilan asosiy diqqatni Hindistondagi Tibet'e qartishimiz kerak. Chet ellik Tibetlar bizning masalamizning tupilchisi bo'lolmaydi deb qarayotgan bir ayol hamda ma Lopsan yandagi asosiy tashabbusi bu Dalai Lama'ning Amerikadagi vakili jillarning yoqchi. Endi bu biz Xitoy bilan bo'lgan siyosiy suhbatni yana kuchaytirishimiz kerak. Dalai Lama'ning roli hozir nayt muvofiq yaxshi tanishildi. Dalai Lama'ning rolini emas, biz nüfuzini ta'kidlashimiz kerak. Uni amaliy bir ishga aralashtirmay yanada davomli uningki ta'sir doirasidan foydalanishimiz kerak deyapti. Bundan bo'lgan chog'da Dalai Lama simvollik odamga aylanish kerak degan gap. Bu Dalai Lama'ning o'zining fikri bo'lishi mumkin bo'chi. Dalai Lama o'zining o'lib ketgandan keyingi Tibetda duch keladigan siyosiy oqibatga tayyorlik ko'rish uchun o'z bo'lmasimi normal mang'ilgan bir demokrat qulimni barpo qilish kuchida. Bizning rahbarlarimizning o'rganishga tegishli bir masala shu. 90 yoqi Dalai Lama'ning qilayotgan siyosiy faoliyatiga qarasak, o'zi mavjud bo'lmasimi mang'alaydigan bir Tibet sürgün hukumatini barliq keltirish uchun nayt ko'p ajr qildi endi bu. Bu biz o'rgangan bir masala deb qaradik va boshqa tashkilotlar ham buni bir e'lon qilish kerak. Endi hozir sharoitda Diyari Golma birdan bir ayol nomzod ma belgilamasiga qaradim, yangidan chiqqan belgilama yo burundan ham o'qidim. Nomzodlarning ichida cho'qim bir ayol nomzod bo'lish kerak ekanda bularning. Bu balki ma dunyoda hozir barobarligi ma demokratiya tushunchisida ayollarga teng e'tibor berish ta'kidlanayotgan bo'lganidan o'tirib chiqqan bo'lishi mumkin. Bayatın bu öhtüşlük ahlak bu meseleni dep öttük. Bular özra raqabat kuchdi, özra planlarını oturib qo'ydi, to'xtamay maqolalarini e'lon qilyapti va Tibet jurnal degan bekatda har birisi o'zining bekitini e'lon qildi. O'zining tor bekitida o'zining tashabbusini oturib qilyapti, hashamatli rasmlar bilan xuddi mustaqil davlat va odamlarni prezident nomzodlariga o'xshash, men prezident bo'lsam ani qilib, mani qilib siyosatlarni taftil tushuntirib, o'zining atrofidagi odamlarni tushuntirib, ma odamni maosh qo'yman, ma odamni maosh qo'yman, buning marda ortiqchilik bor deb ularni ham so'zlatib planlarni o'tirib qo'yib xalqning ra'yini uchun tirishchilik ko'rsatyapti. Ammo ko'pincha saptashlar, masalan, Giyari Dolmamo yoshlar qurultiyidan chiqqan, Lopsan yandagi yoshlar qurultiyidan chiqqan, birisi iqtisod ministri bo'lgan vaqtda, birisi adliya ministri bo'lib xizmat qilgan odamlarda. Hozir bu ikki qattiq raqobat kuchib ketdi. Bir-birining yo'lini ko'rolmayot, o'zining yo'lini deyapti-ku. O'zining yo'lini ham deydi bilaman. Mening yo'lim g'alaba qilish uchun qarshi tarafniki ayibni ko'tarib chiqadigan ishlar yo'qmi-ki? Ya o paskashlikchi u. Amaliyot qilamiki qilmamikan? Uning vaqti yo'qmi-ki ya? Ya. Shu aslida yo'l mavbu deyish kerak. Ma yo'l bo'lmaydi deydigan odam yo'l mavbu deyish kerak. Biz oldin qatimizda men takrar har qatim so'zlaganda deyman, cho'shqa harom degandan keyin qo'y halol birlik keladi-ku keyingi. Xudoyim birini harom qilib to'rtni halol qilib sanab berdi-ku. Ma sening yo'ling xato desa, endi to'g'ri yo'l mavbu deyish kerak. Qo'yganlar bilan hammani xato deb turibsan, sen nima ish qilmoqchi o'yg'ini burunqidek chechilang'i, burunqidek bayrona hozir qolatini davomlashtirib vatan xonanga aylanib ketsin demoqchiman. Siz ya o'zing bir planni o'tirib qo'y yoki bizning planga kel. Bu dunyoning qoidasi bu-ku. Ama keyingi batlarga o'tsak bo'ldi endi bu hayotning saylamniki. Ma 2016 saylamidan ba'zi bir demokrat ulgularni ko'ra olamiz. Birinchi qatimli saylamda tushgan nomzod Malukarjam Tibetda uzun mezgil turmada yotgan Tibet shoiri. Abdurim Tashqi yomon o'xshatma buning gap qilish uslubidan tortib. Bu bir kuchli siyosiy aktivist, odam tashkillashga mayr she'rlardan bir nechtasini ingliz tarjima qilib qarab boqsam, Abdurim Parashga o'xshash yozdi ekan uslubi-chu. Buni 5% adam qo'llabdi. Ammo bu Tibet parlamentida
o'rni bor buningki. Ayni vaqtda bu shu National Tibet boya dedik-ku, parlamentga kiramagan odamlarning biri deb. Parlament kiramagan bilan bolalar manda bir gap bo'lmas, siyosiylar pressur ko'rata qo'yamiz, Xitoycha yali jitvan deydi-chu. O'z hukumatning ichi kiramagan bilan hukumat besmi ishiltib, hukumatning siyosatini tanlashga turtki bo'lgan bir guruh bo'ladi, hukumatning sirtida turib. Amaliyotda umi hukumatning kam bo'z bo'lmaydigan bir funksiyasi. Hisobda o'qitishga o'xshab kelganda, masalan, parlamentning ichida hozir parlamentda ishida bo'ladi, o'qitish partiyaning o'rni, masalan, Amerikada qarasangiz, Demokratlar partiyasi bor, lekin bu yerda sirtida turib qilinadigan. Mala kiramaganlar, ovoz yetmaganlarda parlamentga kirganga malning erishgan bilet yetmay qoldi degan gap. O'zi amaliyotda parlament a'zosi bo'la oladi, lekin bu parlament a'zosi bo'lishni voz kechibdi. Buni ko'rsatgan sababiga qarasam, bu yerda adolat yo'q. Bu yerda huquqni kontrol qilib oldi lalamachilar. Ular burunmi Shizangni Xitoyga tashlab kelganlar shularni, taqdirimizga mas'ul urayotganlarmi mushular. Shunga bularningki hozir bunday huquqni kontrol qilayotgan ishi bilan Tibetda bas bir boshqa chiqmaydi deb yomonlash prosesi turibdi. Ammo buning nihoyat qiziqarli Twitterga agash kuchisi qatorliq jihatlari lokrjam 0 da ko'rinadi. Ammo buning she'rlarining tarqalishi, buning ishlagan she'rlarga ishlangan naqshlarning tarqalishi qator qolsin millionlagan odam qitim ko'raylik yani. Yani buning jamiyatga ta'siri bor, siyosat o'rni bo'lmagan bilan-chi. Endi yana ma Toshivangda hozir ma partiya nomzodligidan chekinib turdik-ku. 1800 odamning ovoziga erishgan. Malaninki erishgan ovozga qarasak, bir qatimlik ovozda, tunji qatimlik ovozda 51% yuqori ovozga erishgan odam bo'lmagandan keyin, ikkinchi qatimlik saylamda Lobsang Sangay bilan Pepsa Trezan yuqori ovozga erishgan odam ikkinchi qatimlik saylamda tushib, Lobsang Sangay 57%, Pepsa Trezan 41% ovoz bilan bu saylam oxirlashibdi-da. En aslı tushsak bo'ladi, en aslida saylam natijasi bormi? Biz havas qiladigan demokratik qurilma mavjud. Bu yerdagi ovoz beruvchilarning soni qarayli, ayni vaqtda 60 mingga yaqin odam ovoz berishga qatnashib 59 necha ming, 2015 son. Endi maqatim texim baq qizibdi, bu son 80 mingga chiqibdi. Yana da tizimlatganlar ko'payayotgan bo'lishi mumkin. Saylam rasmiy boshlamada. Yanıdan köpüyotganlıktır. Mesela Kanada'da qarsak 1800 adam tizimlitipti, lekin Kanada'da 8,5 ming Tibet var bizim bilishimizda. Dalil Amanın o'zila shu prezident bosh ministerligiga bevosita xat yozib, o'z do'stlik o'rnatib turib, shaxsiy 2 ming odam o'tkazib olgan. Ular to'plam yerda Tibet markazi degan yerda o'ltirdi Kanadada, Torontoda. Bu to'g'riliq Little Tibet deb nimadan izlasa Wikipedia'da tafsiliy materiallar chiqadi. Hatto o'rta maktablardan tortib barcha bularni Tibetcha dars o'tadigan, chiqimini hukumat qilib beradigan. Endi astidagi saylamning natijasini ko'rsak, biz havas qildik, bir xuddi bir mustaqil davlat va odamlarga o'xshab bir qurilma ko'ramiz. Hukumatga mana bucha. Nurg'a odamlar hukumatning zimini yo'q edi. Ziminning bo'lish bo'lmasligi mumkin emas. Tibetlarning zimini yo'q masalan. Sanmal nima jumhuriyatida bir jumhuriyat bor, bu Chavandozlar polki deydigan. Malta Chavandoz polki degan bir jumhuriyat bor, 300 ming fuqarosi bor. Zimini yo'q. Bular shu qadimgi zamondagi 11-12 asrdagi retsarlarningki an'anasiga varis qilamiz deb qaraydi. Hristiyan diniy an'anasiga asosan qurilgan bir davlat. Bizning ishxonamiz mushi deb maqatim Italiyaga berib ko'rishib kelatsak, hukumat ishxonasini taqabbul komandirga ko'rishib ketdi. Ijaraga olgan bir uy bor ekan. Ishxonasini oldiga berib rasmiy tushib qaytib keldi. Bir tal ijaraga ishxona bor ekan, Malta Chavandozlar polki degan jumhuriyatning, ammo 380 ming odam saylam o'tkazib, 99% odam saylam qatnashib, o'zining rahbarini saylab atadi. Bu ro'yi omil bir davlatning bo'lishi uchun avval. Biz navbat o'zimizni bir ayrim siyosiy kimlik, Xitoyga qarshi turayotgan bir siyosiy to'plum deb qarasak, biz bu bir siyosiy to'plumning rahbar saylash masalasiga, kuchni birlikka keltirish masalasiga bir sog'lom sistema o'rnatishni hamma faoliyatimizning tub markazi qilishimiz kerak bo'ladi. Sistema o'rnatilgan vaqtda ondan bizning boshqa masalalarimiz bir-birlab izga tushishi mumkin. Shunga xalqimiz bu yerda yana shu ayib xalqimizni qo'yishga to'g'ri keladi. Vatanparvarlar siyosiy sap tutmaganlikdan siyosiy sap sotqinlarning qo'liga monopol bo'lib qoladigan xatar yuz berishi mumkin. Bu ahvol agar davomlashsa, Uyg'ur millatining xatarli oqibat kutib turadi. Uyg'urlardan texnik ko'p odam o'zining mustaqillik orzusini ifodalashi, muayyan bir siyosiy sabab bo'lib, hech bo'lmasa bir tal ovoz berish huquqini, bir tal saylam beltini to'g'ri o'ringa sarf qilishni o'rganish kerak bo'lgan boshlar. Eng oxirgi Tibet Xalq kongressininki, Lukarjamning partiyasining hozirgi yangidan bir nəhayət jangovar bir boshliq var bularning Amerikada. To'xtamay Tibet masalalari haqida xalqaro fikr qanligini yozgan maqolalarni ko'rib turyapmiz. Bu National Congress taqdirga mustaqillik
tarafdorlar hamda bu gerçi parlament o'rinlanmagan bilan boya degandek Tibet xalqiga to'g'ri bir siyosiy yo'lni ko'rsatishda o'zining tegishli rolini joriy qildirib kelyapti. Bugungi leksiyamiz mushinchik bo'lsin, savol javoblarga tushsak. Bugun musha qadar bo'lsin. Ko'p rahmat Najmiddin afandan. Rahmat.